Shu o'rinda men yoshlarga aytib qo'ymoqchimanki, kattalar ham buni bilish kerak. Hoy havas ham emas bu. Ko'pchilik yoshlarning qalbida ba'zida bir o'kinch paydo bo'lib qolyaptiki, falonchi mahallam yoki falonchi do'stim ota-onasini hajga yubordi, men shu bitta otamni, bitta onamni yubora olmaymanmi degan o'kinch bilan shu yo'lda nima bo'lsa ham qilishga rozi bo'lib ketyaptilar. Yoki bo'lmasa ba'zi ota-onalar falonchini farzandlari yuboryapti, senlar ham yuborasanmi degan gaplarda aytilyapti. Azizlar, bu bir dam olishga, kurortga yuboradigan narsa emas. Bu xuddi islomda 5 farzidan bittasi, qodir bo'lsa. Man istata'a ilayhi sabila deydi. Qodir bo'lgan odamgagina bu farz. Qodir bo'lmasa qiyomatda nega sen haj qilmading deb so'ramaydi Alloh taolo. Va bu hoya havas ham emas. Tasavvur qiling, mana aytaylik, bir odam bemor, tabib roza tutmang deyapti. U nima qilib bo'lsa ham roza tutaman demaydi. Buni qabul qiladi. Nega roza tutmayapsiz desangiz aytadi, "Ha, men kasalman, qand kasalim bor, yo bunday kasalim bor, oshqozonimda kasalim bor, tabiblar tutmang dedi, shuning uchun qila olmayapman" desa, hammamiz aytamiz, "Ha, uzringiz bor ekan, qiyomatda sizdan buni Alloh so'ramaydi." Haj ham xuddi shunday ibodat azizlar. Agar Alloh imkoniyat bermagan bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham boradi degan joyi yo'q. Hattoki qarz olib ketyapti. Qarz olib ketyapti. Bittasi internetda aytayapti, "Falonchi million kredit oluvdim, nima qildingiz?" desa, "Umraga borib keldim" deyapti. Shunaqa qilib ham umraga boradimi? Qanaqa umra bo'ldi endi bu? Qanaqa ibodat bo'ldi bu? Aslida hajga boradigan, umraga boradigan odam o'ziga to'q bo'lsin, bola chaqasini qiynamaydigan, o'zini mushkilga, o'zini mashaqqatga qo'ymaydigan odam bo'lsa, borishlik kerak. Va eng asosiysi azizlar, halol dunyo bilan, halol mol bilan. Ibn Xuzayma, Ibn Hibbon, Bayhaqiy rivoyat qilgan hadis bor. To'g'ri, bu hadis biroz og'irroq, lekin aytishimiz kerak buni. Rasulimiz alayhisalom aytadilar: "Iza kharajal hajju hajjan bi nafaqatin tayyibatin." Agar bir odam halol dunyosi bilan, halol moli bilan hajni niyat qilib safarga otlansa deyaptilar. Halol dunyosi bilan. Va u odam aytsaki, "Labbayk Allohumma labbayk" desa. Chunki u Allohning chaqirig'iga javob beryapti-da, shuning uchun labbaykani aytadi. Labbayk Allohumma labbayk degani labbay ya Rabbim, meni sen chaqirding, men sen chaqirig'ingga qarab ketyapman deb chiqyapti. Mashaqqat, mushkullarga rozi bo'lib chiqyapti. Yelkasiga ehromni tashlab ketyapti. Va Rasulimiz aytayaptilar, agar shu labbaykani aytgan odam labbayka aytayotganda puli halol bo'lsa, moli halol bo'lib yo'lga chiqqan bo'lsa, labbayka degan mahalda nadahu munadin minas sama, osmondan ham unga bir nido qiluvchi nido qilar ekan. Labbayka va sa'dayka, zaduka halalun va rahilatuka halalun va hajjuka mabrur g'ayr ma'zur deb Allohdan nido bo'lar ekan. Senga ham labbayka, senga ham sa'dayka, topgan moling halol, mingan uloving halol, hajing mabrur bo'lsin, hajing qabul deb Allohdan nido kelar. Agarki haromdan pul topib, harom nafaqa bilan hajga chiqib niyat qilib, bu ham labbayk Allohumma labbayk desa, bunga ham nido bo'lar ekan. La labbayka va la sa'dayka, senga labbayk emas, senga sa'dayk emas, zaduka harom, topgan moling harom, va rahilatuka harom, mingan uloving harom, va hajjuka g'ayri mabrur, seni hajing qabul emas degan nido kelar ekan. Alloh saqlasin. Shuning uchun hajga peshona teri bilan, halol mablag' bilan boradi azizlar. Halollik bilan topib borishlik kerak. Ana o'shanda u odam haqiqiy hajji mabrur bo'ladi.